ibodatlarning Alloh taologa eng suyumlisi namozdir. Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz bandalardan qilishligimizni ko'proq yaxshi ko'radigan ibodat bu namoz. Shuning uchun bu namoz birinchi farz qilingan ibodatlardan. Har bir mu'min kishi bir kecha va kunduzda 5 vaqt namoz o'qishligi kerak. Bu haqida bu sahihaynda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyatning hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu kishi Abdulloh ibn Mas'ud so'ragan ekanlar: "Ey Rasululloh, bu Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amal qaysi?" desam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, namozni o'z vaqtida o'qishligingiz degan edilar. Mana I'lamun Nubala degan mana kitobda Abdulloh bu Imom Ahmadning o'g'illari Abdulloh dadasidan rivoyat qilib, dadasining holatini bayon qilib aytayaptilarki, dadam har kecha va kunduzi 300 rakat namoz o'qidilar. Kasal bo'lib qolganlarida o'sha Qur'onni mahluq deysan deb u kishini beliga urib, shunday bir kaltak ta'sirida shu kasal bo'lib qolgan kunlarda esa 150 rakat namoz o'qidilar deydi.